Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz ko'pchilikning orzusidagi manzil, jannatmonand Maldiv orollariga yetib keldik. Bilasizmi, bu yerning hayratli tomoni aeroportdan chiqishingiz bilan boshlanar ekan. Hech qanday uzoq yo'l yoki avtobuslar yo'q. Aeroport binosidan chiqib, bor yo'g'i bir necha qadam yurasiz va qarshingizda cheksiz Moviy okean. To'g'ridan to'g'ri portga chiqib keldik. Bu yerda bizni motorli qayiq, speedbotlar kutmoqda. Sarguzashtlarimiz aynan shu yerdan, okean ostonasidan boshlanadi. Guruh bilan kelganingizda terminaldan sizni bizlarga olishadi. Bu Maldivni aeroportdan chiqqaningizdan taksi parkiga, ya'ni taksi qanaqa oroldan orolga qanaqa yetib boraman desangizga, unaqa bot taksilari bor. Bilasizlar. Şoför hammasi yaxshi bo'ladimi? Motorli qayiqqa o'tirib, to'lqinlar uzra yo'lga chiqdik. Atrofingizdagi suvning rangi shunchalik tiniq va chiroyliki, unga qarab to'ymaysiz. Bir oz suzganimizdan so'ng uzoqdan bizning birinchi manzilimiz Rannaki orolining ko'rinishi boshlandi. Maldiv orollari ichida o'zining yashilligi va go'zal tabiati bilan ajralib turadigan bu maskan bizni o'zgacha kutib oldi. Mana biz qirg'oqdamiz. Do'stlar, biz yetib keldik. Andaranki resort. Hello. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Manzara вообще zo'rlik. Do'stlarim, mana qo'yat biz keldik. Demak, do'stlarim, Allohga ming shukrlar yetib keldik. Mana uzoq-uzoqlardan keldik, xohlasa. Suvlar tiniq, kitobdagidek. Tushuntirib bera olmayman sizlarga. Mana buni qaranglar. Andaran ko'p Rannaki. Ajoyib otlar. Mana shunaqa ko'ryapsizlar. Tushib mana. Все, мы приехали. Rannaki oroliga qadam qo'yishingiz bilan o'zingizni boshqa bir dunyoga tushib qolgandek his qilasiz. Beach room. Beach view room. Birinchi navbatda biz bu yerdagi mehmonxona bilan yaqindan tanishdik. Okean ustida turgan villalar, tropik daraxtlar orasida shinam xonalar, hammasi yuqori darajada. Boz villani ko'rsatamiz. Salqingina ekan. Это уборная, да, здесь? Да. Xo'p, burada уборная. Hamma sharoitlari bor. Unchalik ham kichkina emas. Yaxshi. No hay cosa muy sabrosa, pero para ti no hay. Llegaste tarde, se acabó el para ti no hay, para ti no hay, para ti no hay. Villada yashasangiz agar mana shunaqa zavtrak uchun to'ldirib, eshik tashqarisida chiqarib qo'ysangiz agar, ertalab soat 10 gacha zavtrakni xonaga olib kirib berishar ekan. Kruto. Do'stlar, mana bu oynani arralaymiz bugun kechqurun.
Удочка olib kelganman, baliq ushlaymiz inshaalloh. Краям у него есть свет, А, здесь и, подсвечивает. да, и рыбки приплывают, получается, именно к этому свету, и очень красиво. Доброе утро. Доброе утро. Ekskursiyamiz davomida orolning har bir burchagini ko'zdan kechirdik. Restoranlari, dam olish zonalari va albatta shaffof suvli plyajlari. Bu yerda har bir kadr tayyor san'at asari. Qachon suvenirlar olib ketsalar bo'lar ekan. Hamda orolni xaritasi. Dard ushlamasa bo'ldi deb javob beryapman. Assalomu alaykum. Mali orollarimiz akulalarni boqyapmiz bugun. Buni kaftaliga ko'ryapsizlarmi? Не такой, конечно, поменьше. Buna qaranglar. Bunda boqyapti bularni. Barchaga assalomu alaykum ham bir marta. Maldivida ajoyib usulga keldi hozir. Akulalarni boqish. Ko'rib manzarani xursand bo'lyapmiz. Ertalab soat 7 da tashrif buyurdik bu yoqqa. Transfer olib ketdim. Mehmonxonadan uncha uzoq emas. Taxminan 5 daqiqa shu katta kemada yurdik. Manzara juda ham ajoyib. Bu akvariumda yurgan baliqlar bilan juda ham farq qiladi. Haqiqiy nima deydi? Tabiiylikni ko'rasizlar hozir shunchalik. Usulgan narxi ham qimmat emas, hatiga $29 va o'ziz akulalarni ovqatlantirsangiz bo'ladi kelib.
Maldiv orollarini Rannaki degan orolidamiz. Rannaki orolini Adaran degan mehmonxona butunlay olgan. Bu yoqda 40 dan ziyod konsepsiyada 2 etajlik mehmonxonalar bor, oddiy xonalari va 16 ta villalari bor. Mehmonxona sharoitlari o'ta go'zal. Konsepsiya all inclusive, все включено. Lekin plyajlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ostrov atrofi bilan plyajlari mana shunaqa peshani plyajlar, hamma joydan dengizga kirib ketsangiz bo'ladi. Orolimizdan sal uzoqroq joyda ertalab borib biz akulalarni ovqatlantirib keldik. Akulalar ham yuribdi. Ya'ni dengiz tabiati ham juda ham chiroyli. Maldivda Sharm el-Sheyxga nisbatan riflari, korallari ozroq, lekin baliqlari juda ham ko'p ekan. Balki sal ichkariroqda korallar bordir. Atmosfera lekin juda ham zo'r. Do'stlarim, Adaran mehmonxonasida 19 ta anaqa katta villalari bor ekan. 18 ta plus bitta. Va 4 ta 2 xonali villalari bor ekan. Hammasi mana shu naberiga joylashgan. Aynan mana shu orolda mehmonxonadagi barcha xonalar konsepsiyasi dengizga qaragan, ya'ni sea view hamma mehmonxonalari plyaj yonida joylashgan. Villalarda qulaylik tarafi esa bo'ldi uyinyonni oldingizda ruh odam bo'lmaydi va birdaniga suvni chuqurroq joyiga birdaniga tushasiz, oldingizdan korallar chiqmaydi. Juda ham qulay. Mana mehmonxonada polностью surfing bilan ham shug'ullansangiz bo'ladi. Alohida darslari bor. Doskalari, hamma narsalari bor. Prislari hammasi yozilgan. Biz ertalab mana bunga borib keldik mana akulalarga. Xudo xolisi. Endi qidiramiz qaysiga borishda. Mehmonxonaga kelsalaringiz agar har bitta xonada spasательный jiletlari bor. O'zingiz bilan mana bu yoqqa kelib, lastral olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni mana lastlar hammasi bor. Snorkeling uchun yuzingizga maskalar olib ketsangiz bo'ladi. People move, they fit it in the shoes, and the body gonna rock, and the music don't stop. People move, they fit it in the shoes, and the body gonna rock, and the music don't stop. People move, they fit it in the shoes, and the body gonna rock,
la la. La 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 la. People move, they feel it in their shoes. When the body gonna rock and the music don't stop. People move, they feel it in their shoes. When the body gonna rock and the music don't stop. People move, they feel it in their shoes. When the body gonna rock and the music don't stop. People move, they feel it in their shoes. When the body gonna rock and the music don't stop. Play on for the music. Play on. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mana shunaqa voleybol o'ynash uchun katta zona hamda futbol o'ynash uchun plashatka. Guruh bo'lib kelsalaringiz agar, oilaviy bo'lib kelsalaringiz agar mazza qilasiz, zerikmaysizlar. Do'stlarim, buni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bular do'stlar, quyosh botishini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, har bir orolda bor mana shunaqa uslubi mavjud. Kemada olib chiqishadi va quyosh botishini kemadan turib tomosha qilasizlar. Chiroyli manzara, o'ziga xos, esda qolarli va yoqimli lahzalarni boshida o'tkazasiz. Uslugani narxi $15 dan $25gacha. Shunaqa chiroyli paromlarda guruhavoy qilib olib chiqishadi. Bizlar katta kemada olib chiqishgan. Hamma xursand, kelgan jamoa ham xursand. Maldivning har bir oroli o'ziga xos energetikaga ega. Biz reja bo'yicha har orolga ekskursiya uyushtirdik. Har safar yangi manzilga kelganimizda hududni yaxshilab o'rganib, uning qulayliklari, tabiati va atmosferasini his qilishga harakat qildik. Kimdir sokinlikni yoqtirsa, kimdir sho'ng'ish, ya'ni snorkeling uchun eng yaxshi joyni qidirardi. Men esa sizlarga barcha orollarning eng qiziqarli jihatlarini ko'rsatib beraman. Do'stlarim, hozir biz Mali aeroportiga keldik. Tushunishingiz uchun biz hozir mana shu yerdamiz va hozir samolyotda mana bu mehmonxonaga yana kelamiz. Mana shu yerga yana kelamiz. Xaritani kattaligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bizlarda endi lokatsiyamiz Adaran Metkoparo Maldivi mehmonxonasi. Va albatta bu yoqda shunaqa legendarniy gidro samolyotlarda uchamiz. Mana shu kompaniya Trans Maldivian Airlines kompaniyasi, bu dunyodagi eng katta gidroplanlar bo'yichagi eng katta operator hisoblanadi ekan. Bu yerda yaxshi informatsiya. Solo te quiero cerca, te quiero yo con todo mi ser. Qulog'ingizga toqishga beruvchi beryapti. Cuando partiste lejos, dejaste viejo mi corazón. Quiero tenerte, quiero salvar todas mis ilusiones que se van. Yo me olvidé de todo cuando te vi.
salvar todas mis ilusiones que se van. Ay, te quiero de veras. Te quiero tener. Ay, qué suerte maldita. Ay, me entrego al ayer. O'shan chiroyli kutib olishlar. Shu katta reseption. Juda go'zal. Hello. Okay. Thank you. Mana shu yerda o'tiramiz. Mehmonxonaga joylashguncha mana shu yerda o'tirib turamiz. Flowers. Thank you. Ha. Ayran. Ha. Okay, sir. Oh, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Mana xonamiz. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Mana shunaqa shikarni kutib olish. Shampanskiylar bilan. Молодцы. Mevalar. Ajoyib kravat. Kofe apparat bor ekan xonada, suvlar qo'yilgan. Xo'p, minibar bo'lishi kerak, ehtimol minibar ham bor ekan. Minibar hamma narsasi bor. Vo, mana bu qiziqarli joyi, menga mana shu narsasi yoqdi. Ya'ni dushovoyi tashqarida va mana bunaqa dushovoyi ham bor ekan.
hosil yig'yapmiz hozir. Oh, brother. Hello. Do'stlarim, dehqonchilikka keldik, hosilni yig'yapmiz mana. Suv osti dunyosiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda dunyodagi eng chiroyli riflar joylashgan va diving qilish uchun ayni joyi. Akulalar, rifiy skatlar, toshbaqalar suzadigan va har xil dengiz osti dunyosi. Nemodan tortib to katta akulalargacha hammasi bilan birga diving qilib ko'rishingiz mumkin va snorkeling qilib mehmonxonani oldidagi любой plyajlarda snorkeling qilsangiz ajoyib manzaraga duch kelasiz. Do'stlarim, hammaga assalomu alaykum. Ajoyib manzarada hozir qayiqda delfinlarni boqishga ketyapmiz. Delfinlarni ko'rishga keldik. Ularni ko'rishga keldik. Do'stlar, delfinlar. Ana. Ajoyib. Ko'zlaringiz quvonib ketadi. Rosa ko'rib, rosa xursand bo'ldik. Juda ko'p delfinlar sokin, mag'rur, yolg'iz, katta xintakanda suzib yuribdi. Albatta bu emotsiyalarni ko'rish uchun Maldiv tashrif buyuring. Dunyoda topolmaydigan narsalaringizdan yana bittasi Maldiv orolidagi suv. Golubaya laguna deb aytiladi. Bunaqa suv bu Photoshop emas, hamma joyda suvi. O'zbek tilida qanaqa aytilishini bilmadim, rosti. Juda ham golubaya qiladi. Do'stlarim, Maldiv orollari dunyoda pastligi jihatidan eng birinchi o'rinda turadigan davlat. Eng yuqori cho'qqisi 208 metr tashkil etadi. O'rtacha yuqorilik har bitta orollarda 108 metrdan boshlanadi. Maldiv orollari o'z ichiga 1190 dan ortiq orolchalarni oladi. Shulardan 200 tasi aholi bilan band qilingan, qolganlari esa kurortlar hamda aholi umuman yashamaydigan junglilardan iborat. Yana birinchilikni egallagan oroldagi bitta jihat bu ularning pul birligi. Maldiv orollarining pul birligi Maldivga rufiya deyiladi. Bu dunyodagi eng chiroyli pul birliklaridan biri hisoblanadi. Nima uchun Maldiv qimmat degan savolga bitta javob bor. Bu yerda hech narsa o'smaydi. Ya'ni hamma narsa bu yoqda privoznoy. Hamma narsani chetdan olib kelishadi. Естественно, narxlar ham shunga yarasha ozginagina qimmatroq bo'ladi. Qanchalik ozgina, bunisiga o'zlaringiz baho bering.
yana bir e'tibor beradigan tarafi bu yerdagi qumlik nima uchun juda ham oq rangda ekanligi bilmoqchi bo'lsalaringiz, qum bu korallardan, bu maydalangan koral bu. Shunchalik mayda bo'lib ketgan korallar mana shunaqa holga keladi. Bu kvartslik qum emas, hammasi koral. Qumi o'zgacha. Surfing, diving qilaman desangiz agar, snorkeling qilaman desangiz agar, ajoyib bananlarda mana bunaqa lodkalarda qancha to'lqinlarni zabt etaman desangiz, sizning joyingiz albatta Maldivaga kelish. Kelinglar endi, orolga bir aylanamiz. Безалкогольный. Дорого. Hurmatli do'stlar, ushbu mehmonxonada umumiy 4 ta restoran bor ekan. Bittasi katta, umumiysi, qolgan 3 tasi alakart mehmonxonalar va shularning ichidan bitta alakartga yozilish uchun 3-4 kecha oldin yozilishingiz kerak ekan. Bugun biz aynan o'sha alakartda obed qilib ko'rdik. Uni ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Villalarning oldida shunaqa manzara. Bu villalar uchun o'ng tarafda villalar uchun alohida restoran va alohida restoran. 5-inchisi.
Lekin suvosti tabiati shunaqa go'zal ekan, hatto villalarda oldidan buni pastga ko'rinishni qaranglar, o'zlaring baho beringlar. Bu villa xonasi, dush joylari. $100 mana shunaqa bo'lyapti. 25 rupiya. So it means I'll give you 30 rupiah more, okay? Okay. Ularni qaranglar, chiroyliligini. That's all. Bular qo'l bo'lmaydi, ha? Biz Maldivani lokalniy ostroviga keldik. Bu yerda o'zini aholisi ham yashaydi. Ko'ryapmiz, izuchat qilyapmiz. Bu yerda uzun zdaniylar ham bor ekan. Hozir biz bitta mehmonxonaning 7-qavatidamiz. Mana shunaqa xona yashab bergan bo'larmilar. Qarmoq tashlaganimiz emas, lekin ikkita baliq uji ushladi. Uspexni tushunyapsizlar, hozir chiqib ketdik nima bo'lsin. Ketdik. Bugun ribalkaga ketyapmiz. O'zlarimizda baliq ovga tayyormiz, o'zi hammani joyma-joy qilishdi. Barcha chiroyli joyga keldik lekin. Akani pasti ko'rinib turibdi. Akam pasti ko'rinyapti, rosti. Mana shukurligini ko'r. Mana, ana baliqlar suzib yuribdi. Ready to fish. Покажи. Нет, Человека поймал. О! Вау. Qanday qattiq tortdi bu? Давай, пока, давай ближе. Bular do'stlar ushladik mana. Birinchisi bochin yeydi. Krasniylar hamma sizniki. Mana bu jida ushladi. Bitta kichkina da bor. Men ushlaganman. Mana. Sana kichkina ushladi. Hamma komanda ushladi. Молодцы. Rahmat. Вот
baliqlarni kattalarini hozir o'shinga olib qoldik, kichkinalarini akulaga berishga. 哎，你看这还有一个很小的，这也是鲨鱼吗？不是吧？是吧？ Baliqlarimiz maydalangani mana akulaga beramiz. Akulalar ko'payib ketdi. Komandaga katta rahmat. Thank you. Maza qildik. Hammaga xayrli kun yana bir marta. Biz bugun Malaya oroliga yana uchib ketyapmiz. Daravandxu degan orolda bo'lgan ekanmiz. Büyük çemberler bilen kutu oluştu. Ota-onalar armiyadan kelgan o'g'linimni kuta olmaganda 2 yilda yo'q ketgan. Bular qaranglar. Bir kun hozir tanigan odamini shunday chiroyli kutib olishyapti. Mayli qimmat, boshqacha deb aytaylik, lekin servisga gap bo'lishi mumkin emas. Mana barcha personallarni ko'rishimiz mumkin. Hammasi xushchaqcha. Hammasi kulib turishadi. Men bilaman, masalan, Antaliyada boshqa joy, hamma joylarga bordik. Hamma joyda all inclusive konsepsiyalarda yashab ko'rdim. Balki bir ikkita joylarga hali bormagandirman. Lekin bu yoqdagi servis shunchaki qoyil. Mehmonxona zo'r bo'lmasligi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin bu yoqdagi personallar xushchaqchakligi bilan, mana shu kulib, tabassum qilib turishlari bilan, har doim xizmatingizga shay ekanligi bilan ajralib turishadi va ko'p narsalarni pakirvat qilib tashlaydi. Mana shu narsa qo'lingizga chimadan ko'tarishmaydi. Hammasini o'zlari olib borishadi. Suv ichgingiz kelsa birdaniga taqdim qilishadi. Zo'r, xullas menga ma'qul personal uchun. Biz alkogolni napitiklar birdaniga hamma joyda berishyapti. Lazzat. Hozir biz kichik bir chekin qilamiz. Keyin darshana ko'rsataman. Mana shunaqa ajoyib manzarada biza ana villamizga keldik. Chemodanlarni tashlab ketishibdi. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xona, pastda mini barlari bor ekan. Xo'p, chiroyli kravatlar, televizor. Xo'p, mevalar qo'yib ketishibdi. Welcome. Thank you. Hop, bu yoqda eshik. Wow. Bu joy kuchli bo'libdi. Привет. Yaxshi bo'lyapti. Aldaranchidagi mehmonxonalar hammasi
biri-biridan go'zal ekan. Hammasini tavsiya qilaman. Hammasini tavsiya qilaman. Narxlari birozgina bir-biridan farq qilyapti. Lekin mehmonxonadagi servis, kategoriyalar hammasi bir xil. Faqatgina lokatsiyalari har xil. Qaysigadir samolyotda yetib borishingiz kerak, qaysidadir katerda yetib borishingiz kerak. В основном hammasini territoriyalari katta va chiroyli. Ajoyib atmosferada hozir ujin qilyapmiz. Hamma do'stlar bilan. Do'stlar, biz Maldiv orollarining poytaxti Malay shahridamiz. Umumiy Maldiv orollarida 600 mingdan ziyod aholi yashaydi. Shundan 200 mingtasi mana shu orolda istiqomat qilishadi. Orol kattaligi 6 kilometr kvadratdan iborat va domlar bu yoqda vысотkalar, o'n etaj domlar ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham tig'iz joylashgan. Yerdan maksimum ekonom qilishadi. Ko'chalari ozgina torroq, hamma joyda mototsikllar va kichkina taksilar asli yurishadi. Mini obzor qilib beramiz sizlarga. Ketdik. Maldiv hokimiyati ekan. Boya aytganda shaharda 200 mingdan ziyod aholi yashaydi. Hamma ham o'zini transportiga ega bo'lishni xohlaydi. Yo'llar kichikligi sababli mashinalar juda ham kam bu yoqda. Shuning uchun kutib oling, skuterlar makoni. Hammani o'zini manzil qilgan skuter bo'lsa kerak. Bandara Koshi. Eslatib o'taman, Maldiv orollarida butunlay musulmonlar yashashadi. Shuning uchun Malayda katta masjid qurib qo'yishibdi. Juda ham bahaybat ekan. 30 mingdan ziyod odam ketar ekan mana. Domlar ikki tarafdan juda ham zid joylashgani uchun ko'chalari juda ham salqin. Ko'chalari juda ham tor. Bitta mashina sig'adigan yo'lakchalar. Katta suvenirlar magazini mana. Kelaverasizlar. O'zi boshqa narsa yo'q menimcha. Faqat suvenirlar. Very expensive. Very expensive. To'g'ri bizada bo'ldi 3000 rupiya. Ya'ni 200 dollarga suvenir olamiz. Qimmatmi, arzonmi, nima deymiz endi? Lekin chiroyli narsalar oldik. Mana shaharda xalqi mana ko'pchiligi ko'rib turganingizdek, mana shu ko'cha полностью suvenir sotishar ekan. Boshidan oxirigacha faqat suvenirlar sotishar ekan. Shuni orqasidan ham xuddi bo'lsa kerak-da. Ko'p narsalari kokosdan qilingan, mana shunaqa o'zlari taxtalaridan qilingan va o'ylaymanki mehnatlari uchun arziydi.
mana shu joy Malena stoyankasi deb aytsak ham bo'ladi. Transferda mana bu kemalarda aeroportgacha borish atiga $1 ekan narxi. Arzon. Juda ham arzon. Biz Azaranchesini Vado degan mehmonxonasiga keldik. Onlayn davosi 18 yil, faqat 18 yoshdan kattalar uchun maxsus bo'lgan mehmonxona. Do'stlarim, bu mehmonxonani boshqa Azaranchesdagi mehmonxonalardan farqli tarafi, bu yoqda beach villalar, ya'ni ostrovning o'zida joylashgan xonalari yo'q. Hamma xonalari bulardagi sea beach deydi. Ya'ni suvni ustida joylashgan mana shunaqa villalardan iborat. Faqatgina o'rtaga kelib ovqatlanish va boshqa narsalar uchun odamlar mana glavniy restoranga kelishadi, ovqatlanishadi va hokazo. Akalarim ishlayapti. Lekin bular charchamas ekan. Mana. Takliflar uzish marosimimi? Hello. Ajoyib manzara. Judayam salqin tushunishlaringiz uchun kichkinagina kutib olish joyi ekan. Judayam ajoyib. Salqin joyda mana hammani kutib olishar ekan. Judayam chiroyli. Sofitkani, thank you so much. Sofitga chiqariladi. Shuni olishdi. Muzeydan kelgandan keyin. Voh. Qizlar ham bu yoqda ham personali juda ham kulib, xursandchilik bilan kutib olishyapti. Ha, kuzatchi. Hamma joyga borganlaringizda mana shunaqa nima deydi? Qaysidadir gullik bilan mana shunaqa qilishibdi o'tlardan. Bo'yningizga mana shunaqa ilib qo'yishadi. Tepasi yaponskiy kuxnya ekan, pasti общий kuxnya ekan. This is including the package. Okay. Ertalabdan kechgacha mana shu yerda marojlar turar ekan. Xohlaganlaringizni olaversiz bo'ladi. Mana bu haqiqiy yapon kuxnyasi ekan. Hello. Do'stlarim, Vado mehmonxonasi haqida aytib beradigan bo'lsam, 50 ta kategoriya nomeri bor ekan, 50 ta villa, hammasi suvda ustida joylashgan. Shundan 4 tasi honeymoon, ya'ni asal oyi uchun alohida ekan villalari va qolganlari hammasi suv ustiga qarab turgan ekan. Bemalol hamma cho'milib tursa bo'laveradi. Haqiqatan mehmonxona juda ham tinch ekan. Yosh bola yo'q. Hamma yosh kattalar, yaponiyalik mehmonlar ko'p ekan bu orolda. Hello. Diving center ekan. Vodniy sport turlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerga kelib arendaga olasiz bu narsani. Arenda emas, mana bu ko'p narsalari motorsiz bo'lgan hamma sport anjomlarini bepulga olasiz. Motori bor, ya'ni lodkalar, gidroskuterlar, qolganlari hammasi za отдельную плату.
Mana sayohatimiz yakuniga yetmoqda. Maldiv orollari bu shunchaki chiroyli rasm emas. Bu unutilmas his-tuyg'ular ekan. Har bir orol, har bir qadam bizga yangi kashfiyotlar taqdim etdi. Agar siz ham shunday sarguzashtlarni orzu qilayotgan bo'lsangiz, bu yerga albatta kelishingiz kerak. Orollarda ertalabki soat 6 va biz safarimiz qarayapti. Hozir aeroportga boramiz, transfer kutib turibmiz. Kuzatganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, sizlarga ham mazmun bo'ldi. Aynan shu orollar yaxshi kunlarda kelish nasib qilsin. Qaysi davlat bilan solishtirishni rost bilmayapman. All inclusive konsepsiyasi to'g'ri. Egipt hamda Antaliyada bor, lekin bulardagi ozgina o'zgacha ekan. Plus personalniy podxod ekan. Har bitta mehmonga ham personalniy yondoshishar ekan. Nima xohlaysiz, nima qilmoqchisiz, kelib astoydil sizdan so'rashadi. Xulosa qilib aytganda, menga juda ham yoqdi va yana kelaman albatta bu joylarga. Sayohat qilinglar do'stlar. Janob Sayohatchi kanaliga xush kelibsizlar ham bir marta. Yoqqan bo'lsa, videoga like hamda obunani bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi davlatda ko'rishguncha.